Salom do'stlar, Mahmudxon Official kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoda mana shunaqa tekst tayyorlashni o'rgataman. Bugungi video foydali bo'ladi degan umiddaman. O'tkazib yubormasdan ko'ring. Qani bo'lmasa video roligimizni boshladik. Birinchi navbatda previewdagi dokumentni ochib olamiz. Preview tayyorlash videomizni ko'rib, o'shanga qarab dokumentni ochib olasiz. Va mana shu belgiga bosamiz. Va keyin mana bu dokumentni qora qilib olamiz. O'shanga bostirib, mana bunga bostirib, mana bunga bostirib, endi bu yerda qora rangni tanlab olasiz. Mana qora rangni tanlab oldik. Mana dokumentimizning rangi qora bo'lib qoldi. Endi birorta tekstni qo'shib olamiz. Tekstni piksellabda tayyorlab olib qo'shamiz. Mana qo'shdik. Keyin esa tartibtirib moslab olamiz dokumentga. Mana o'rtasiga joylashtirdik. Endi fx joyiga o'tib, fx ga o'tgandan mana bu logotipi 3 bo'lib turgan fx ni tanlaymiz. U tekstimizni yumshoq qilib oladi. Birinchisini 10 qilib turamiz. Yigirma qilib olamiz. 10 emas, adashib ketganman. 20 qilib turib, keyinga kirib turib 20 qilib turib, boshqasini ham shunday qilib chiqamiz. Ikkinchisini 45, uchinchisini 10 qilamiz. Boshqa hech narsaga tegmaymiz. 3 marta takrorlaymiz shu narsani qaytadan. Endi Attenok degan ko'k rangda bo'lib turgan effektni tanlaymiz. Mana ekrangingizda ko'rinib turibdi. Va endi buni ikkinchisini tanlab turib qizil rangga o'tkazib qo'yamiz. Mana kay. Endi bu ochiq qizil bo'lib qoldi. Endi buni to'q qizil qilib olamiz. Keyin buni to'q qizil qilib olish uchun mana bunga bosamiz ko'rsatilgan joyga. Keyin mana bu effektni tanlaymiz. Buni 100% qilib qo'yamiz. Mana qizil bo'lib qoldi. To'q qizil bo'lib qoldi endi pulsaga bosib to'q qizilni pastga o'tkazib olamiz. Mana oq yumshatilgan tekstdan. Endi bunga bostirib bunga bosamiz. Endi 4 chiziqqa bosib pastdagi birinchisini tanlab turib pastroqqa tushirib olamiz. Yana pastdagi 4 ta burchakdagi 4 strelkani ko'rib turib shuni pastga tushirib olamiz va qora fonni o'chirib tashlaymiz va bo'ldi. Shuning bilan videomiz ham yakunlanmoqda. Xayr, salomat bo'ling.